Birinci Dünya Ülemalar iştirak kılgan Xalqaralıq Şərq Türkistan muhakime yığını başlandı. Şərq Türkistan Ülemalar Birliğinin uyuşturuş bilen Şərq Türkistan halkının ümmetinin bir partisi süptülü qoğdılışı ve qo'llashga erishishi uchun dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarga chaqiriq qilish maqsadida o'tkaziladigan Xalqaralıq Şərq Türkistan muhakime yig'inining ichilish murosimi 10 iyun Cuma kuni tushdan keyin Istanbulning Zaytunburnu rayonining joylashgan Zaytunburnu kultur va san'at markazida o'tkazildi. 3 kun davomlashadigan yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ulamalar, muftilar, tadqiqotchilar, siyosatchilar, davlat arboblari, ta'sir kuchli faoliyatchilar va muxbirlar ishtirok qildi. Akademiklar ve tədqiqatçılar Michel Bachild'nin Uyghur elindeki ehamiyetsiz ziyaretini ayıpladı. BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachild'nin Şərq Türkistan kılgan ehamiyetsiz ziyareti ve onun hazırgıça Uygurlarga münasibetlik allaqachon tayyorlanib bo'lgan dokumentni e'lon qilmay bastırıp qo'yishiga bo'lgan tanqidlar barg'ansiri zo'raymoqda. Yaqında dünyanın her qaysi joylaridagi Uyghur tadqiqot bilan shug'ullanib kelgan va tonilgan 40 dan oshiq tadqiqotchi va akademiklar o'rtaq bayonot e'lon qilib, Michel Bachildni bu dokumentni darhol e'lon qilishga chaqirgan. Ular o'rtaq xatda Michel Bachildning yaqinda qilgan safari va safardan keyin bergan bayonotidan qattiq andish qilganligini, chunki uning bayonotining mutaxassislarning ilmiy tadqiqot natijalariga uyg'un emasligi va hatto zid ekanligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy zo'rib tepilganda Tayvan uchun urush qilamiz. Xitoy Davlat Mudofaa Ministri Wei Fenghe ve Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin Singapurda o'tkazilgan Shangrilar bexatarlik dialogi yig'inida uchrashdi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotiga asoslanganda Wei Fenghe Austinga agar Tayvan mustaqilligini jakarlasa Xitoy urush boshlashdan bosh tortmaydi degan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi yig'inga munosabatli bayonotida mundaq dedi. Austin Tayvan bo'g'izdagi tinchlik va muqimlikning muhimligini va ularning hozirgi holatni bir taraflama o'zgartirishga qarshi turadiganligini yana bir qatim ta'kidladi va Xitoyni Tayvanga qaratgan muqimsiz harakatlardan yiroq turishga chaqirdi. Scholz, Serbiya Rossiya bilan bo'lgan munosabatiga qarab chiqish kerak. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Balkan davlatlari qilgan rasmiy ziyoratini Kosovodan boshladi. Poytaxt Prisnada Kosovo bosh ministri Albin Kurti bilan ko'rishgan Scholz mundaq dedi: Agar Serbiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, uning Rossiya bilan bo'lgan quyuq munosabatini tekshirish kerak. Shvetsiya tashqi ishlar ministri Ann Linde o'zlarining Turkiya bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish masalasidagi suhbatni ilgarilashni qo'lga keltirishni maqsad qilganligini aytdi. Shvetsiya va Finlandiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish iltimosi Turkiyaning qarshiligiga uchragandan keyin 3 davlat o'rtasidagi suhbat boshlangan edi. O'zbekistonning Qo'qand xonligining Turk davlat an'anasidagi roli to'g'risidagi yig'in o'tkazildi. O'zbekistonning tarixiy Qo'qand shahrida Qo'qand xonligining turk xalqlarining davlat an'anasi va madaniyat meroslarini taraqqiy qildirishdagi roli nomli xalqaro yig'in o'tkazildi. Egilishicha Turk davlatlari tashkiloti, Ozarbayjon madaniyat ministrligi, Farg'ona valiliqi va Qo'qand universiteti birlikda o'tkazgan yig'inga Azerbaycan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Tojikiston, Vengriya va Amerika qatorliq davlatlardan kelgan tadqiqotchi va akademiklar qatnashgan. Angliya Oliy sud mahkamasi panohlik tilguvchilarning Rivandaga avatilganligiga hukm qildi. Angliyada Oliy sud kelar hafta panohlik tilguvchilar uchun Rivandaga o'rinlashtirilgan navbatchi aeroplanning bo'lishi mumkinligini qaror qildi. Angliyada Oliy sud kelar hafta panohlik tilguvchilar uchun Rivandaga o'rinlashtirilgan navbatchi aeroplanning bo'lishi mumkinligini qaror qildi.